Bugünkü ve aldığımız gündeki haberlerimizden bir xulos çıkarıp prezident keçirenler vatandaşlarımızla birlikte bir tahlil kılaylı. Biz en ahırkı leksiyemizin mavzusu düşündük nesini gördük. Mesela Prezident Trump, Amerika Birleşik Ştatlarının Prezident Trump, Fransa'ya ketip aeroplanın muhbirliği nemi dedi. Çünkü Amerika Saudisi yani şundak bir kabih halat tuturmakta. Şundaklı biz hemkarlaşıp, çünkü besim işiltip, Çavuşan yerim aralada vaziyet özgürlüş hasılık kıldığan özgürlük muhlatın bergenlik lekin bunu bizge hiç kandak netice körülmedi degan söz değil. Endi qaraylı. Bizden bugün xabarimizin içinde en halkalı haber bu Amerika Birleşik Ştatlarının Avam Palatası ve Kengaş Palatasının 14. gün Amerika Kongresi Devlet Meclisi'de Amerika harbiy parxotlarının Tayvan portu ve sen Kaohsiung portu berip to'xtashi to'g'risida qonun loyiha ma'qullagan aldi. Belki bu kanun layihəsinin ma'qullanishi bilan tangla hozir Amerika Birleşik Ştatlarının harbiy parxotlari va Tayvanning harbiy parxotlarining Tayvanning port Amerika portiga kirish huquqi berilganligi bu 2018-yillik moliya yili hisobida Amerika Birleşik Ştatları davlat mudofaasiga berilgan huquq. Bunun da Tayvan'dan gülle qaqallar içilip ketdi. Yuqorida nima dedi Yer shari vaqt gazeti? Bu Tayvan mustaqilchilarini qo'llaganlik, oshkora qo'llaganlik, intayin xatar bir qadam bosganlik, qadam olganlik deb. Endi biz Tayvanni qo'yib turaylik. Hozir ham Janubiy Osiyo vaziyatida yuqori bir mavzularni ko'rdik, ham xabarlarni ko'rdik. Bugun Tayvan nima kechiring, Jungo Tibetga harbiy aeroplanlarni yetkazgan. Ondan burun Tibet'te harbiy manevr, ameliy o'q etish bilan harbiy manevr qildi. Hatta bunun xabarda qo'yilgan mavzu nima dedi? Hindiston buni qarabli qoldi dedi. Ayni chaqda yana nima bo'ldi? Kashmirda hozir Hindiston bilan Pokiston urush kirdi deganga buning keyingi kim? Jungo Pokiston munosabati o'zgarishning shu davri kelganligini yoki bu faqat Pokiston bilan Hindiston o'tirishi ishganligini faraz qilgan. Endi ama shimol Şarkı Şimali Asya'da Çavuşan meselesinden sohbeti turgallık. Azı muşundaq vaziyetlerde 3 mesele yani Şarkı Şimali Asya'da Çavuşan krizisi meselesi, Cenubi Asya'da Pakistan Hindistan oturusu uruş partlaganlığı ve Jungo ile Hindistan oturuş tokunuş, harbiy tokunuş, çigra tokunuşu ve şundaqlı bugün Amerika Birleşik Ştatlarının 14. günü Devlet Meclisi de Amerika harbiy parxotlarının Tayvan kirib to'xtashiga, Tayvan portiga kirib to'xtashiga ruxsat qilganligi va bugun siz biz kuzatib kelayotgan xalqaro vaziyatning eng negizlik va eng nuqtaliq bayoni bo'lib qoldi. Endi Jungo hozir Tibetga askar yo'tkayotgan bo'lsa, bu yerda Hindiston bilan zot to'qinish yuz beradi yo'q. Lekin matbuotlar boshqacha tahlil qilyapti, kuzatyapti. Hozir bo'lib YouTube'da Hanzo demokratlarning bu to'g'ridagi leksiyalari, tor filmlari kayni o'tirib chiqyapti. Vaziyatning taqozolig'i mana shu yer. Ya'ni shuni qo'shib qo'yaylik, hurmatli vatandoshim. 7-oyning 9-kuni Jungo Xalq Jamhuriyati Markaziy komiteti doimiy heyetlerden sen Büyücünsün, Şinjan, Qashqarga bordi. Bulardagi maqsad nima? Yani çoğun vaziyat oldida yoki Hindiston Jungo o'tirish to'qinish yubirish oldida Qashqar yetib berishi Uyg'uriston yana bir qatam bosirish olib berish deganlik bu nima? Sadri. Ama şimdi ovoz kelib qoldi, kechiringlar, men shu yerda qisqartayman, leksiyamni yana ko'rishamiz vatandoshlar.